Wow, bu yoqda wish listimni yarmi. 2026-yilda o'zimga mana shunaqa ajoyib sovg'alar bilan boshladim. Eng xohlayotgan Charlotte Tilbury nabordan boshlaymiz. Biz sevgan Victoria's Secret modellari podiumga chiqishdan oldin Charlotte Tilbury kosmetikasi bilan bo'yantiriladi. Xolis niyat deb shuni aytishsa kerak, chunki Dubai Mallda bo'lganimizda oyim bilan kirib sotib olmoqchi edik, lekin men ozgina pul qizg'angandim va o'shanda nasib qilsa olarman derdim. Wow. Это просто ro'zg'or. Keyingi videoda har bitta produkt bilan makiyaj qilamiz. Naborda 2 xil paletka, 2 xil highlighter, 2 xil tush, rumyana va jiddiy teni, 2 xil karandash, pomada va blesklar. Va juda ham chiroyli shkatulka. Endi kichkinaroq paketikni ochamiz. Buni ichida pijamka. Upakovka juda ham chiroyli. Menga yoqadi chiroyli upakovkalarni ochish. Victoria's Secret pijamka. Kстати, bu tovarlarning hammasi original, Amerikadan olib kelingan. Victoria's Secret pijamkalarning assortimenti shunaqa darajada kattaki, yarim soat deganda o'zimga shunaqa nежный, розовенький pijamka tanladim. Asl hayotda bundan ham chiroyliroq turibdi va materiali yumshoqqina. Yana bitta katta paket. Tada! Ichini hali ochib ko'rganim yo'q. Ta-ta-ta-ta! Gel для душа, krem для тела, o'rtasida duhi, sprey va mini duhi. Bu paletkani eshitmagan, ko'rmagan qizni o'zi bo'lmasa kerak, lekin buni keyingi videoda ochamiz va сразу makiyajda zatestit qilib ko'ramiz keyingi videoda. Yana bitta Victoria's Secret paketika va bu yoqda men hech qachon bunaqa darajada zo'r paxnut qiladigan svicha hidlab ko'rmaganman. Tushunishingiz uchun men juda ham shamlarni yaxshi ko'raman, chunki har kechqurun uxlashdan oldin kitobimni o'qiganimda обязательно sham yoqib, keyin uxlayman. Endi shamlarning ichida ham o'zimning favoritimni topdim. Yana bitta Victoria's Secret paketika. Chiroyliligini, prям yumshoqqina. Sizlarga xos ko'rsatgan barcha tovarlarim magazinda наличие bor edi. So'ng ko'zlarim shunaqangi o'ynadiki, chunki u yoqda barcha lyuksovый kosmetikalar, lyuksovый atirlar, kremlar, pijamkalar shunaqa ko'p edi assortimenti. Qaysi birini tanlashni bilmadim va oxiri shuncha paketlar bilan chiqib ketdim.